Bu din Allohning din. Din bu tarbiya. Din faqat ikiraga namoz bas, akalar. Din faqat 4 ta surani yodlab olish emas. Qur'on faqat yodlash uchun tushirilmagan. Qur'on faqat o'qish uchun tushirilmagan. Qur'on faqat eshitish uchun tushirilmagan. O'ylamang, u yodlab olsam bo'ldi, jannat zelyonni deb. Yodlagan, eshitgan, o'qigan, agar amal qilmasa jannatga kirmaydi. O'qimadi, yodlamadi, eshitmadi, lekin amal qildi, bu kiradi jannatga. Bechora 3 ta sura bilan yuradigan odammiz hammamiz. Inna atoyna, alhamdu, qul huvallohu ahad. Yana bitta ikkitamiz falaq noslarni qo'shganmiz. Xo'p, ilohim yana qo'shaylik, zo'r. Lekin yana qayta aytaman sizlarga, Qur'on faqat yodlab qo'yarsizlar, chiroyli qilib ayinlarni chiqarib o'qib qo'yarsizlar, yo likkillab eshitib qo'yarsizlar deb tushirilmaydi.